Kamil, eshitdingmi? Ira Fashiongacha yangi novinka ko'ylaklar kelibdi. Yo'q, obzor qilib bermaysanmi unda? Bo'ldi-da, xos qilib beraman. Qizlar, sizlar to'ppa-to'g'ri eshitdinglar. Ira Fashion Optim do'konimizga bizga ko'ylaklar keldi. Juda ham chiroyli bo'lgan. Shunaqangi oldi qismlari Swarovski toshlar bilan bezatilgan bo'ladi. Yalt-yult qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Ko'zga bitada tashlanadi. Oldi qismida shunaqangi yana tumachalari ham bor va krujvalar bilan bezatilgan. Yeng qismlarida ham krujvalari bor va rezinka qilingan. Qo'linglarni umuman qisib tashamaydi. Ikkita chetida cho'ntaklar bor. Udobniy qilib kiyib yursanglar bo'ladi va pastki qismlari qo'sh etek bo'ladi. Qizchajonlar juda ham chiroyli bo'lib turadi. Bu ko'ylaklarimizni bemalol sovg'a salomga, mehmondorchilikda, umra haj safarlariga ham kiysanglar bo'ladi. Qizchajonlar juda ham udobniy, mazza qilib kiyasizlar. Materiallari yumshoqgina. Kelinglar, men sizlarga rasvetkalarni ko'rsataman. O'zim kiyib olganim shunaqangi izumrudniy rasvetkasi bor. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, shunaqangi nejli rozvoy rasvetkada kelgan. Materiallari shunaqangi yengilgina va shunaqangi purpurni, fioletoviy rasvetkada ham olib kelib qo'yganmiz. Toshlarni qaranglar, qanaqangi yaltirashni. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, garchichniy rasvetkasida ham olib kelganmiz. Rissi ham zo'r turadi. Udobniy, mazza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Qizchajonlar, razmerlariga keladigan bo'lsak, 38 dan 48 gacha bemalol to'g'ri keladi. Turk razmerida 6 qo'shsanglar, o'zbek razmeri kelib chiqadi. Hammanglarni Ira Fashion Optim do'konimizda kutib qolamiz. Tezroq shoshilmasanglar, tugab qolishi mumkin.